Shun bola yokida Abdullajon? Abdullajon. Abdullajon yokida kichkina tabib? Abdullajon. Abdullajon yokida osmondagi bolalar? Abdullajon. Abdullajon yokida tangalik bolalar? Abdullajon. Abdullajon yokida suyunchi? Abdullajon. Abdullajon namushniy fantastika chunki. Abdullajon yokida ajoyib xayolparast? Ajoyib xayolparast ko'rmagan ekanman. Unda Abdullajon yokida Chinor ostidagi duel? Chinor ostidagi duel bu kultoviy film, lekin Abdullajon. Unda Abdullajon yokida o'tgan kunlar? Film sifatida albatta film sifatida qaraymiz, to'g'rimi? Bu yerda hozir asar sifatida. Yo'q, film. Agar film sifatida qaraydigan bo'lsak, Abdullajon. Hop. Abdullajon yokida mahallada duv-duv gap? Mahallada duv gap. Bizani O'zbekiston arasiga haligacha to'g'ri kelgani uchun. Chunki bu film Abdullajon nisbatan yangi film bo'lgan bilan ham u ancha eski film, lekin haligacha ko'rilsa bo'ladi, bu filmni ko'rsa bo'ladi. Mahallada duv-duv gap yokida yor-yor? Yor-yor ham zo'r film lekin. Yor-yor bo'lsa kerak, chunki u yerda menga xuddi yoqadi. Konfliktlar, boshqalar, tam oyog'i betonda qotib qolgan, to'g'rimi? Mana shu zo'r anu yor-yor bo'lsa kerak. Well, unda oxirgisi yor-yor yokida kelinlar qo'zg'oloni? Kelinlar qo'zg'oloni. Kelinlar qo'zg'oloni. Kelinlar qo'zg'olonida.